Assalomu alaykum Shahay TV kanali a'zolari. Siz hozir ushlab turgan telefon miyangizga asta-sekin zarar yetkazayotganini bilarmidingiz? Bu video telefon haqida fikringizni butunlay o'zgartirib yuboradi. Kuniga bir necha soat telefon ishlatish qanday oqibatlarga olib kelishini hozir bilib olasiz. Telefon sizni sezdirmay asabiy, charchagan va e'tiborsiz qilib qo'yayotganini bilishingiz mumkin. Agar siz tez jahlingiz chiqayotgan bo'lsa, sababi telefon bo'lishi mumkin. Bolalar xulqi nega o'zgaryapti? Javob telefon. Bola qo'lidagi telefon kelajakda muammo bo'lishi mumkinmi? Agar sog'ligingiz va hayotingiz muhim bo'lsa, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Telefon foydalimi yoki sekin o'ldiruvchimi? Hozir bilib olamiz. Uzoq vaqt telefon ishlatish diqqatni jamlashni pasaytiradi. Tez short video ko'rish miyani tez zeriktiradigan holatga olib keladi. Odam real hayotda kamroq sabrli bo'lib qoladi. Bildirishnomalar miyani doim xavotir holatida ushlab turadi. Telefon bo'lmasa, bezovtalik paydo bo'ladi. Bu qaramlik belgisi. Telefon nuri ko'k nur melatonin gormonini kamaytiradi. Uxlashdan oldin telefon ko'rish uyqusizlikka olib keladi. Kam uyqu esa xavotir va sog'liqni yomonlashtiradi. Ko'z tez charchaydi, bosh esa og'riydi. Bolalarda ko'rish qobiliyatini pasaytiradi. Telefon bolani tajovuzkor va sabrsiz qilishi mumkin. Nutq rivojlanishi sekinlashadi. Bola real o'yin va muloqotdan uzoqlashadi. Jismoniy zararlari ham bor. Bo'yin va bel og'rig'i, kam harakat, semirish va mushaklar sustligi, qo'l va barmoq og'riqlari. Odamlar bilan jonli muloqot kamayadi. Yolg'izlik hissi kuchayadi. Real hayotdan qochish odati paydo bo'ladi. Telefon qulay vosita, lekin uni nazoratsiz ishlatish hayotimizda sekin asta zarar yetkazadi. Agar bugungi video sizni o'ylantirgan bo'lsa, demak u bejizga emas. Shunaqa foydali va ogohlantiruvchi videolar uchun kanalga obuna bo'ling. Like bosing. Kommentariyada o'z izohlaringizni qoldiring. O'zingizni va yaqinlaringizni asrang.